Ağilla. Ne? Ma bugün oyunumuzu tuncu ketim koyumuz. Şuna sal huşşarak bulaylı cuma. Hatırcan bulanlar var. Rastşağında çevitimiz ya. Şundak. Bu neyini çelip şamıklı gitme. Çelip kaskada kılamaz. Ey, Rast. Ben sen korkuvatımı cuma deş. Ağilla, herkes korkmanglar. Xuddi aşı muziki institutida 20 yil o'qigan mahir sozandlardek ishlat bilan chelaveringlar. Aldingmi? Qiziq gap qildiki. Muzika institutida 1 soat mı o'qimagan to'saq. Astagfirullah. O kişinin gibini kılsa. Ben çoğun oğanlar neyini birinci ketip tutup bekişim adaş. Men qo'yma kichikimda legenda dab qilib chelib juda ketganman. Ağilla, üzenglarga ishoninglar. Bo'lmas och qolamiz. Qolgan ishni o'zim to'g'rilayman. Qani, o'tiring. Tez. Men yerda o'tirmadash, men bejak o'tirdi qayama. Sen keyingirak qo'yali, keyingirak chalsa, keyingirak. Tak aldı olib ketdi. Ha, sen keyingirak. Ha, bo'ldi. Denshim oldiroq o'tirdi. Dikkat. Titrmay o'tamamsiz. Dikkat etamiz ha. Başlayalım ha. Perde. Dikkat. Ha. Assalomu alaykum. Hurmatlik, aziz, kelishgan, qomatlik, muhtaram, istidodlik, kamolat yetgan xonimlar, apandilar, o'yinimizga kelgan muborak qadaminglarga muborak bo'lsin. Men bizning ataqliq, mahir, yetuk, mashhur sozandlarimizga vakolatan sizlarga oliy ehtirom bildiraman. Aziz tomoshabinlarimiz, o'yinimizni ko'rish oldirayotgan bo'lishi mumkin. Biz ham shu topda sizlarga nomerimizni taqdim qilmoqchi. Xalqimiz san'atini deb necha 10 yil chet ellarda o'qib soz pirlari qatoriga kirgan mashhur sozandlarimizning urilishida rak muqomimi, mushavirak muqomimi, ish qilib men bilmadim. Muqomdan ariyani diktalar taqdim etsak, qizg'in javob. Marhamat.
Barikallah karomat, ajab isil mahorat. Kelvatdinglar ajoyib, qulinglar bo'lsin salomat. Rahmat. Xalqimga rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Mening ismim Ahmad. Ahmad, sizga rahmat. Rahmat sizga. Rahmat. Mushuk bizdan naql yaxshi ekan. Voy, o'ng bo'lib qola. Rahmat sizga. Voy, rahmat. Rahmat sizga. Kechiring. Voy, telefon nomeringiz bor, yozib olsa bo'pti. Kechiring, men telefon tutmayman. Voy, kechiring. Aziz tomoshabin, turib turing. Sazandlarimiz qandaroq chaldi? Voy, ular bak yaxshi chilyapti. Ularni quliq datganmisin? Rahmat. Oldinglarmi? Mana bu xalqimning sizlarga bergan yuqori bahosi. Aziz tomoshabin, bu sazpirlarimiz, ya'ni sizning ham tuvanda o'tirayotgan barliq aziz tomoshabinlarimizning huzuriga yana qanday kuylarni taqdim etsin? Xalq ahanglardan yana birini chaptasin. Xo'p, bo'ladi. Sazandlarimiz xalqimiz yaxshi ko'radigan kuylarga chelib, o'lib ketsak rozi. Shundaqmi? Marhamat. Men o'zining borlig'ini sizlar uchun atib o'tgan bu mashhur sazandlarimni tunishtirishimga ruxsat qilgaysiz. Mana bu kishi, marhamat. Qo'lidagi mushu g'ijak bilan nikoh qilib, borlig'ini muzik ishlariga beg'ishlayotgan kompozitor mohiri, kompozitor. To'g'ri. Kompozitor ustasi to'xtabodek bo'ladi. O qanday qilsam xalqimga yana isil kuylarni taqdim qilamankin deb, mushundoq to'liq g'amyab samirib ketgan. O bu yil 30 yoshga kirdi. Shunday ustoz. Shunday. Men shu topda xalqimni meni bu g'ijakni qanday chavadirkin, davatamdikin deb hayajonga ketib borman. Barakalloh. Rahmat. Ustoz, siz qaysi davlatda o'qigan? Men Toshkent davlatining O'zbekiston shahrida o'qigan. Barakalloh. Siz necha yil o'qidingiz? Men 40 yil o'qidim. Anladinglarmi tomoshabinlar? 30 yoshga kirib turib 40 yil o'qish degan odatga odamning qo'lidan keladigan ish emas. Rahmat. Ustoz, siz nimani eng suysiz? Qo'limdagi skripkani. G'ijaknidan. Va g'ijak bilan xalqimni. To'g'ri. Ular ikkisi suyishga arziydi. Qani, mush ustozga yana bir olqish yortib olsak, kim bor? Rahmat. Marhamat. Hurmatli aziz qarindoshlar. Endi men sizlarga yana bir kishini, shundaqla sizlar hayotingizda ko'rib boqmagan mahir ney ustasi ham yetuk kompozitorni tanishtirib o'taman. Qani ustoz, marhamat. Rahmat, xalqim ming rahmat. Unim xir etim Ahmad. Çavukınlarga kömülüp kettim, çünkü men bak tunulup kettim. Barakallah. Neyçpirim, siz neçe yaşınızdan başlap öğrengen? Man anamның qo'sig'idan nechepni tushib kelman. Barakallah. Qarang. Mening kichigimda non deb emas, nay deb tilim chiqib ketgan. Yo, per, tug'ma qobiliyat ekansiz-da. Mening talantim tug'midimmi burun bo'lish kerak. Nechpirim, siz tug'ilgandan tortib, ta hozirgacha xalqimizga nechilib xizmat qilib kelibsiz. Musiqa ilmida ilm tahsil qilibsiz. Anglasam, Yevropada 19 yil o'qibsiz, bu rostmi? Shundaq, men Yevropada o'qidim, xalqim uchun o'qidim, ney uchun o'qidim. Men neyni yaxshi ko'raman, xalqim uchun o'laman. Xalqim bilan neyimni ta o'lgich suyman. Barakallah. Ustoz, siz musiqa ilmida doktorlikni tamomlabsiz. Endi sizning yana qanday g'oyalaringiz bor? Shundaq, men xalqim uchun doktorlikni oldim. Endi qattiq tirishib, bakalavrlikni olmoqchiman. Anladinglarmi, aziz tomoshabinlar? Ustozim kamolat yetgan kompozitor ham muzikant bo'lishdan sirt yumorlik gapga shundoq usta ekansiz. Ustoz, siz mushu insoniyatning ma'naviyat uchun musiqa ilmini tahsil qilaverib, jafoga chidab, davomli ilgarilaverib, ovozingiz mushundoq g'ishildab ketgan, bu rostmi? Yo'qsa. Mening ovozim tug'mi xar.
Yopti. Anladыңlarmı aziz qarindoshlar? Ustozimning hamma yeri tug'ma qobiliyatga ega. Xo'sh, sizga baxtiyor bo'lsin. Marhamat. Aziz tomoshabinlar, endi men sizlarga mahir chalg'uchi, atoqliq chang ustasini tanishtirib o'taman. Qani ustoz, marhamat. Assalomu alaykum. Mana bu zot ulug' olim, filosof. Kuy ustozi buvimiz Al Farabiyning 38-avlodi Al Zamoniy bo'ladi. Rahmat. Shundaqmi ustoz? Men naq shu qadiham bo'lim, qadiham. Al Zamoniy-da. Ha, men shu naq al zaman tug'ilgan. Men chang shunda ustimanki, chang ustiligimdan changning qanchadan simning baliq qarmay jalaman. Durust. Ustoz, nayt kamtarlik bilan gap qildi. Demisi bu changchag'ani ko'zini qisilib chaqachqa, uning tarixning nech ekanligi bilan aslo hisoblashib o'tirmadi. Mana bu talant. Xo'sh, ustoz, sizning qanday arzu-armonlaringiz bor? Men shu tomoshabinlar menga gul tutishga, naqla pul tutishgan deyman. Sen menga gap qil. Ustoz, nima degan rostchil? Nima degan samimiy? Chunki u sizlar tutgan aşı pullarni saxovat ishlariga, yetim yesir maktablariga yoni qilmoqchi. Shundaqmi ustoz? Hey, men nima bunday qilaman? Siz shundaq demoqchi. Tomoshabinlar ham men bu nuqtani tunib yetdik. Shundaqmi ustoz? Shundaq deyapman. Menimcha cho'qim shundaqmi deyman. Putul desam, Astagfirullah. shunday dedim. Ha, balle barakalloh. Qani bu saxovatchi ustozga yana bir olqish bersanglar, chavak. Rahmat. Sizlar bak. Hamma sozning aybini yop degan mashhur hikmatni anglaganmi? Agar anglagan bo'lsanglar, ana shu barliq sozlarning aybini yopadigan dop ustasi, shundaqla sozlarning erkisi ham qo'mondoni bo'lgan, shu xislatlik dopni chelishda nom chiqargan Shohin Shohni sizlarga tanishtirib o'tsam. Qani, ustoz, marhamat. Yaxshimisizlar, xonim qizlar? Mening telefon nomerim 2857 da telefon qilinglar bir paytda. To'xtab qolsa telefoninglar echibdim bir hafta. Shohin Shoh ustozimiz shu muzik uchun yuragi, bag'ri, kavob bo'lib, dopni qattiq chelivagachga nervisi ajizlab ketgan. Ustozimizning nervisining tezroq asli kelish uchun bir olqish bersanglar, chavak. Rahmat. Aman bo'ling ustoz, marhamat. Rahmat. Hurmatli aziz tomoshabinlar, endi huzuringizga xalq kuylari ham xalq naqshlarini taqdim etmoqchimiz. Sizningcha shunday qilsak bo'ladimi ustoz? Meningcha bo'lsa, mushavarak muqomini chaqan bo'lsa. Hay, mushavarak muqomini endi qachirilmagan tus nima nishalasa? Jimbatrava, nima qo'yishunchilikmi? Aziz tomoshabinlar, endi huzuringizda bo'ladigan bu cho'lpon Moskva Uyg'ur usul kafedrasida 11 yil muqomni tadqiq qilgan. O kelgisi Dünya Gazal Festivalida oltin medalga erishib, xalqimizga shon sharaf keltirmoqchi bo'lgan mashhur muqam shahzodasi kim edi? Kim edi? Kim edi? Ne bileyim ben ama. Ishqilib birsi bu maqti. Xalqimiz buni mendan burun faraz qilib bo'ldi deyman. Rahmat. Qani undaq bo'lsa, huzuringizda muqam shahzodasi, marhamat. Hurmatli aziz tomoshabinlar, san'atkorlarimiz sizlarga inson xalq diskosi taqdim etadi. Chavak! Marhamat. He was big and strong in his eyes, a flaming glow. Most people look at him with terror and
Russians. Rahmat. Xo'sh. Rahmat. Voy, aziz tomoshabin. Nomus. Xalqni mushundoq aldashdan nomus qilmamsizlar? Bu gul bizning san'atkorlarga bo'lgan ko'nglimizdi. Haqiqiy san'atkorlarga gul sovg'a qilish kerakdi. Sizlar san'at sepiga so'qinib kirib olgan aldamchilar ekansizlar. Voy, bundoq aldamchilik qilgandan o'zingizlarga loyiq ishlarni qilsanglarmamdi? Men bu gullarni bugun sizlar oldigan san'at suyar xalqimga tutdim. Maqinimni bilanlab o'riqlab kiran bo'ldik-da. Ovozimni ichvetgidekli to'g'ri gap qildi jima. Güldimmi, puldimmi, mo'yim gap qildi. Tas qaptimi telefon nomerimni yezib latılashqina. Chiqmayman, chiqafkam cho'lpon bo'lsa deb, obdan cho'lpon bo'ldim. Bo'ldiqlar. Hurmatli aziz tomoshabinlar. Men do'stlarimga vakolatan sizlardan kechirim so'rayman. Biz shundoq va'da beramizki, buningdan keyin san'at sohasini qalaymaqon qilmaymiz. Har qaysi kasbni shu kasb ahlilarining qilish kerakligini cho'nqur tunib yetdik. Qishqash bo'lsa-mu, qassob so'ysin. Oltinni zaga so'qsin.